ilahe illallah, Allahu Ekber, Muhammed Resulullah, ya Habiballah, Allah. Assalamu alaikum, bütün dünyadaki kardeşler. Uluk Ramazan'a yine tekrar mübarek olsun. Allah subhanahu ve taala muş Ramazan'da kılgan emel ibadetlerimizni öz dergahida kabul kılsın. Allah subhanahu ve taala öz razı yolda emellerine muvaffak kılsın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Kardeşler, biz devamlı sizlerge sunup kelayotgan 40 hadisninki şerhisininki 17. hadis. Allah subhanahu ve taala bizni har qandaq narsada şu narsani puxta yaxshi qilishga va hamma narsaga cho güzel yaxshi muomala qilishga buyurdi degan temada to'xtalib o'tmoqchi. Diqqatinglar tövendeki mazmunlarda bo'lsin. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Kardeşler, bu hadiste Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizge Allah subhanahu ve taala'nınki har qandaq narsaga yaxshilik qilish, har qandaq narsada yaxshilik qilish, har qandaq narsa uchun yaxshilik qilishdan iborat. Demak, butun yaxshilikningki turini bizga bu hadisda payg'ambarimiz orqali bizga o'qitdi. Buningki tafsiliy mazmuniga diqqat qilaylik. Biz davamlıq sizlarga izohlab kelayotgan hadisninki ravisi, ya'ni muxbiri Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den anlagan sahabe to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tdik. Bu sahabening ismi Shaddad ibn Aws. Uning taxallusi kunyati Abu Ya'la. Bu kishi bu Hasan ibn Sabitninki jiyani Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ulug' sahabelerinin qatoridan. Bu kishi o'zi olim, ulamo. Buni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Himsiga amir qilib tayinlagan. Bu sahabe Hijriya 58-yili shu Baytul Muqaddasda vafot bo'lgan. Ana bu sahabeninki 50 dan ko'proq hadisi bor. Şu hadislarni bizlarga bu sahabenin ait şu peygamberimizden anlagan bo'yicha yetkizgan. Maksat kelsak bu adamda bu hadis innallaha katabal ihsan ala kulli shay. Allah subhanahu ve taala har qandaq narsada bizga yaxshilik qilishni, ihsonni kataba, ya'ni farz qildi, belgiladi degan bo'ldi endi bu. Demak, bu hadis bu dinninki umumiy qoida prinsiplarininki jumlasidan, ya'ni payg'ambarimizninki labzi qisqa, ma'nosi mo'l bo'lgan javomiul kalim qatoridan. Endi buningda bu hadis nimalarni uqtirib turdi bizga desa, bu hadis bizga ma'lum bir shaxsga qarata, shaxsninki turmushi yoki uninki oxiratligi, buning uchun masalan dunyoda yashash usuli ve mesela hayvanatlarga qarta bo'lsa, bunun qanday muomala qilish hayvonlarga ve ondan başqa Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan yaxshilik qilishga tegishli bo'lgan, yaxshilik qilinglar deb buyurgan ishlarga qarta qanday yaxshilik qilishni bu hadis nihoyat aniqcha o'tirib qo'ygan. Demak, endi bunda mesela o'zining turmush masalasiga kelsak, mesela o'zining qanday boshqarish, o'zininki badanni qanday jismoniyatni qanday boshqarish tinini, o'zininki oila tavobatini qanday qilish, qarindoshlarga o'zininki milkini qanday boshqarish, bunig'imi chetiladi bu hadis. Oxiratga masalasiga kelsak, bunda bo'lsa Allohga ishonish va qalb amallarini yaxshilash
qatorliq ishlar bu hadisda aniq o'tirib qo'yilgan. Demak, bu hadis yig'inchoqlab aytgan vaqtda barliq yaxshiliklarni o'z ichiga olgan buyruq buning uchun berilgan. Demak, bu dinninki tashqi va ichki jihatdagi aqida, e'tiqod, ideologiya va qonun jihatda, ibodat va shirkat jihatda va odat xarakterlik ishlarga uchun buning uchun alohida ta'limotlar bor. Endi bu yerda biz bu hadisni izohlashda masalan Allah subhanahu va taolo innalloha katabal ihsan ala kulli shay dedi. Alloh taolo har qanday narsaga qarata ihsonni buyurdi dedi. İhsan degan kataba degandan keyin biz eskartib o'tgandek, bu hamda qonunshunos ulamolarning qarshida bu farz deb qaraldi. Masalan, Allah subhanahu va taolo mesela Ramazan tutamiz ya, Ramazandami? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun dedi. Sura Baqaraning 183-oyatda. Ey mu'minlar, sizlarga Ramazan ro'zasi, Ramazanda 30 kun o'zinglar bo'lmasa ro'za tutish farz qilindi. Sizlardan ilgirki ummatlarga farz qilingandak deganni kutiba deb keltirdi Alloh taolo. Demak, farz ya'ni shu belgilama demakchi. Sizlarningki taqvodor bo'lishinglar uchun dedi. Endi bu shu kataba, farada, avjaba deb keltirsa, Alloh subhanahu va taoloning va payg'ambarimizning so'zi desa bu vojib farzni bildirdi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Sura Baqaraning 195-oyatda va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi aydikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin dedi. Alloh yo'lida pul xarjlanglar, pul chiqim qilinglar. Allah yo'lida Allohning dinini kuchaytirish, Allohning dinini taraqqiy qildirish uchun pul mal sarf qilinglar dedi. Ham buni biz boshqa hadislarda ham, oyatda ham vajahidu bi amwalikum va anfusikum iqtisodinglar orqali, jininglar orqali o'zingizga eng yaxshi ko'radigan narsanglar orqali Alloh yo'lida jihad qilinglar deb boshqa oyatlarda, hadislarda ham bor. Bu yerlik masalan infaq degan gap, bu zakat degan gap emas. Zakatni Alloh taolo zakat deb atadi. Bu yerda desa, Alloh yo'lida pul xarjlash orqali Allohning diniga yordam beringlar. Allohning dinini qo'g'dinglar. Diniy e'tiqod, ideologiya, siyosiy maydon. Bu jihatda bir tuzilma maydonga kelsin, musharqliqcha o'zingizni halokatni qutqizinglar degan bo'lib oyatning mazmuni. Endi valatul qubiydik millat tahluka desa, oyatning bosh oyog'ini tashib o'tiblar, o'zingni halokatga tashlamang degan deb ba'zi qarindoshlar xato holatda uni izohlab, tushuntirib, masalan, kafir qarshi turish, tajovuzlarga qarshi turish masalasini o'zimizning ishimizni qiladigan bir xato tushuncha maydon kelib qolgan. Hatto biz emas, lekin salaf solihlardan shunday bo'lgan. Bu oyatning tushish sababi nima desa, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuninki shu izohatlari bor. Hamma undan boshqa Abu Ayyub al-Ansari shu Ramnaqlar bilan bo'lgan urushda ikki safga tizilib, ayni vaqt ko'rishning qoidasi shunday ya. To'g'a vaqtda birisi shu jangchidan birisi o'zininki qilichini ko'taribla otliq qarshi tarafninki qo'shiniga yolg'iz borgan. Yolg'iz bo'lsa bu odamda sabab nuqtasidan dunyoda hamda shahid bo'lib ketish nisbati yuqori bo'lgan gapda. Shuning bilan mangannikilam qag'alchi valatul qubiyedik minat tahluka degan. Bu Alloh o'zini halokatga tashlamang desa, bu o'zini halokatga tashildi deb buni ayiblash xarakterdagi gaplarni qilgan. Qilgandan keyin buni shu Abu Ayyub al-Ansari masalan nima dedi desa, sizlar bu oyatni xato tushunyapsizlar. Demak, bu oyat bizga tushgan. Biz ansar bo'lish sifatimiz bilan shu Madinaga kelgan muhojirlarni alohida qo'llab, qo'g'dab, iqtisodiy, ijtimoiy jihatda bularni himoya qilib, nurg'un pullarimizni xarjlab qilgandan keyin endi biroz islom kuchaydi, endi xarjlamasak bular shu kam qilgan pulni to'liq qilib oldi deb ba'zi so'zlarni qilgan biz qilgandan keyin bu oyat tushgan. Ya'ni davomliqcha Alloh yo'lida pul xarjlanglar degan oyat tushgan deb buncha Abu Ayyub al-Ansari bizga alohida bir alohida tarixiy xarakterlik masalan bir shu vaqtdagi urushda amli bo'lgan ishni bizga tushuntirib qo'yib dunyodan ketgan. Demak, oyat hadisda hamda shunga olim ulamolar bo'lmasa, mujtahidlar bo'lmasa, buni tushunishimiz tez bo'ladi. Hatto sahobalarmi buni xato tushunmagan ba'zi oyatlarni sahobalarning ichidan ba'zilar bir-biriga izohat bergan, raddiya bergan ish bor. Shunga masalan tarjima Qur'on qarab, Qur'on tarjimasiga yoki bir kitob qarab buni tushundim, bilib oldim deyish bu bir
ahmoqonalik, bunda bo'lmaydi ish. Agar tushundigan ish bo'lib qolsa, sahobalar tushunibdi. Ham payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam nimaga Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga duo qilib, Allohumma allimhul fiqha va ta'vil degan. Yana shu unga fiqhini, ya'ni shu eng to'g'ri tushunishni ato qilsin Alloh, bildirsin Alloh. Undan keyin shu ta'vil Qur'onninki shu oyatning mazmunini, izohatini to'g'ri tushunadigan bir qobiliyat ato qilsin degan. Bek Abdullah ibn Abbas tarjimonul Qur'on deb nomlangan, ham sahobalarning ichida eng shu Qur'onni bek yaxshi izohlab tushundira oladigan birdan bir shu sahoba. Endi maqsad kelsak bu yerda Alloh yo'lida pul xarjlash orqali o'zingizning aloqaga tashlamanglar. Pul xarjlamay o'ltirib tashlamanglar degan. Pul xarjlash orqali Allohdan shu tilab o'zingizning aloqatni qutqizinglar degan bo'ldi endi. Pul xarjlamay o'ltirib olsak, shu Alloh yo'lida bizniki bu xarjlaydigan pulimiz to'xtab qolsa, din shu bichar bo'ladi, ojizlashdi, kundan kunga shu iymonimiz ojizlashdi. Bu biz tavba qilgan to'p ojizlashdi shuning bilan biz o'zimizni harakatga tashlagan bo'lamiz bu oyatning mazmuni bo'yicha. Shunga biz Alloh yo'lida pul xarjlash, Allohning diniga yordam berish masalanchi. Anadayken Alloh taolo intansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Allohning diniga yordam bersanglar, moddiy va ma'naviy jihatdan va aqliy jihatdan, xizmat jihatdan Alloh sizlarga yordam berdi degan bu oyat bor. Shunga biz Allohning diniga yordam berishda hargiz susishib qolsak, to'xtab qolsak bo'lmaydi qarindoshlar. Va ahsinu dedi. Ahsin demek maksat endi ahsinu ihson qilinglar. Alloh yo'lida qo'lingizdan kelishicha moddiy va ma'naviy jihatdan yaxshilik qilinglar. Ana shu Alloh yo'lida xarjlagan pulni deb ihson deb atadi. Innalloha yuhibbul muhsin. Alloh taolo ihson qiluvchilarni yaxshi ko'rdi. Bizning tilimizdan ihson qildi, hamda ihsoningiz deymiz, lekin shunday bo'lsin bir izohlash to'g'ri kelib qoldi buni endi. Hamda Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda innalloha ya'muru bil adl val ihson dedi. Alloh taolo adolatga va ihsonga buyurdi. Adolat degan bu bek muhim narsa. Adolat bayada hokimiyat bo'ldi. Hokimiyatning asosi adolat. Har qanday bir adolat yo'qolgan yerda zulm yamraydi. Mayli u davlat bo'lsin, mayli bir tashkilot bo'lsin, mayli bir oila bo'lsin, ish qilib adolatsizlik maydonga kelsa, naqchilik bo'lsa, yoki norozilik ko'payadigan gap endi. Shunga Alloh taolo bizni odillikni barpo qilishga, adolatni yoqlashga buyurdi. Va ihson Alloh yo'lida shu ihsonning butun turlarining hammasini qilishga. Ya'ni ihson degan ahsan yuhsindan bir ishni yaxshi qilish, puxta qilish degan ma'nosi bor. Masalan, bir kasb qildik, yo bir ishni qilsak, shunday astoydillik bilan, puxtalik bilan qilsak, mushumcha Alloh xolis shu ibodat bo'ladi, qarindoshlar. Odatni ibodatga o'zgartirish masalasi bak muhim hamda. Bu hamda bu yuqorqi oyatlarning hammasini biz ko'rib olamizki, nima desa bu vojib, ya'ni shu farz ekanligi kataba degan bir ibora kelib qolsa, biz uchun nihoyat yaxshi holatda buni ijro qilmasak bo'lmaydiganligi chiqadi endi. Ondan boshqa endi masalan farz vojib bo'lgan ihsonlarning jumlasini masalan Alloh subhanahu va taolo dedi va bil validayni ihsana dedi masalan. Alloh taologa ihson qiling, yaxshilik qiling desa. Yaxshilik degan butun kuchimizningki endi hammani chiqarib moddiy va ma'naviy jihatdan ularga yaxshi muomala qilish, ular bilan nihoyat yaxshi bir muomalada bo'lish, ularni qat'iy norozi qilmaslik, ochiqni keltirmaslik. Bu ota-ona uchun gunohga buyurmagan bo'lsa, farz ishni to'smagan bo'lsa, buningga biz itoat qilish, yaxshi muomala qilish, yaxshi holatda ularni bizni kichik vaqtida shu baqqandek biz ularni cho'ng bo'lganda yoki bo'lmagan chog'da mana ma'lum ehtiyojlardan chiqolmaydigan holat kelib qolsa, uni beqish bizning mas'uliyatimiz. Bu mucho cho'ng ihson degan bo'ldi. Yana bir oyatda Alloh taolo va vasaynal inson bi validayhi husna dedi. Alloh taolo insonga shu ota-onasiga ihson, ya'ni go'zal, yaxshi muomala qilishni, yaxshilik qilishni, moddiy jihatdan alohida yaxshi holatda ota-onasini beqishga buyurdi degan bo'ldi. Bu oyatlar ko'p, hamda o'qisak biz bu vaqt masalasi bilan biroz vaqt uzrab ketadi. Yana bir hadisda payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam "Men kan yu'min billahi vel yawmil ahir falyukrim dayfahu." Bir odam Allohga va oxirat kuniga ishonsa, nima o'zining mehmonini hurmatlasin. Bu mucho ihsonning qatoridan. Qana desa o'ziningki mehmoniga yo'qo'z tepib, uni hurmatlash, boshqa yerdan kelib qolsa, mehmonxona deb ko'rsatib qo'ymay, uni 3 kungachilik ashlarni oilasida sharoit bo'lib qolsa, uzrs bo'lsa amal yo'q, uzrs bo'lmay qolsa, buni izlab so'rab, ularni mehmon qilish, boshqa yerdan kelganlik uchun ularga hurmat bildirish bu musulmonningki aqalli bir axloqi. Buni ayt yaxshi tushunsak bo'ladi.
Şu anda yana birisi kutibaning yana bir boshqa oyatda mesela kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum dedi. Allah subhanahu va taolo sizlarga jihad, qital degan qurolliq urush, qurolliq jihad bu farz qilindi. Bu endi sizlar buncha yoqtirmaysizlar dedi. Buni da sizcha va asa an tuhibbu shay'an va huwa kurhul lakum va asa an takrahu shay'an va huwa khairul lakum dedi. Ba'zi narsani siz yaxshi ko'rishingiz mumkin, tabiatingiz xohlaydi. Masalan, shu masalan jihad masalasida qanday desa, urush chiqmaslikni o'ltirsak, xotirjam yotsak, xotirjam uxlasak, bizcha endi midolam bir jannat kirkasak deb o'ylaymiz. Lekin bu sizlar uchun yaxshi emas dedi Alloh taolo. Ba'zi narsani siz bek yaxshi ko'rsizlar, lekin bu sizlar uchun ziyonli. Masalan, bu oyatning o'zidimi katabani desa, nima deganda bu farz deb izohladi. Shunga biz har qanday vaqtda oyat hadisninki sababi nuzuli, hadisning vurudul ahadis yuz bergan sabablarini bilishimiz buncha intayin muhim demoqchimdi. Shunga bizning hamda undan boshqa sunnat bo'lgan ihsonlar bor. Bu ihsonda nima desa, masalan bu hadisda ko'rsatgani innalloha katabal ihsana ala kulli shay desa, har qanday narsada Alloh taolo ihsonni eng go'zal ravishda qilishni, eng yaxshi qilishni dedi. Oxirisida buning tafsiliy izohati fa iza qataltum fa ahsinul qitla dedi. Agar sizlar nima qilsanglar, o'ltirsanglar dedi. Fa ahsinul qitla. O'ltirish shaklini nihoyat go'zal qilinglar dedi. Agar bo'g'izlasanglar, bo'g'izlash shaklini go'zal qilinglar. Endi bu yerda bir masalan hayvonni o'ltirmoqchi, Alloh subhanahu va taolo bizga qo'y, kalamush narsalarni halol qilib berdi, buni o'ltirishga ularni bizga bo'ysundirib berdi. Allohga o'zi shukrlar bo'lsin. Demak, shu narsani o'ltirib qilish uchun nima desa, bunda Peygamberimiz muşnodum ko'rsatib berdi. U o'simi val yuhidda ahadukum shafratahu dedi. Demak, sizlar pichiqingni ishtitinglaydi. Bilib, uni shundoq chaqlab, unga o'ltirilgan shu narsani, hayvonni, qo'yni, yo kalamni, yo tugini rohatlantirsin dedi. Demak, jo'g'on gap, az, masalan, kichik ba'zi bir udalar bilib qo'yib, yo'mi shu chaqlab qo'yib, lakinda o'ltirma deb hayvonni qiynasak bo'lmaydi demak. Masalan, qurbonlik qilgan bo'ldi. Buni nurg'un masalalarga chetiladi bu. Shunga nihoyatda ishtik pichoqni nihoyatda tiz holatda o'ltirish, bo'g'izlash, uni rohatlantirish bu intayin muhim demakchi. Shunga biz endi o'ltirish shaklida cho'qim diqqat qilishimiz lozim. Bu menda bizga buyurilgan mushum ihsonning bir turi. Demak, endi hayvonlarga rahim qilishning bir turi. Endi masalan ba'zi Yevropa davlatlarida hayvonni rahim qilganning dardi nima qilmaymiz, bo'g'izlamaymiz. Buni aylantirib o'ltiramiz deb qilayotgan yoki bo'g'izlashni cheklagan bir ishlar bularlik. Bu bir xato ish. Chunki bu tibbiy sohada, meditsinada buni tadqiq qilgandami, masalan qon chiqsa, undan keyin yo'lin uzilsa, uningdagi bu nervga yo'llaydigan og'riq, sezim hammasi yo'q bo'lgan gap. Bo'g'izlangan vaqtda nihoyat tiz holatda bu jon berdi, undan keyin tiz holatda bu hayotini oxirlashtirdi. Endi o mas qilganga yoki bo'lmagancha uning alqibi aylantirib o'ltirganga unda bo'ldigan ish yo'q. Shunga bu nihoyat yaxshi tushunishimiz intayin muhim demoqchimdi. Shunga bu yerda biz endi ihson to'g'riliq, ihsonningki farz va sunnatlari to'g'riliq biz to'xtaldik. Endi masalan sunnat bo'lgan ihsonlardan masalan jismoniy jihatda, iqtisodiy jihatda, amaliy jihatda nurg'unlagan dunyolik manfaat bu to'g'riliq qilgan ihsonlar, yaxshiliklar bo'ladi endi. Masalan bir kishiga yaxshilikni kirgizish, bu bir sadaqa, ihson masalan. Bu ihsonning turlari intayin ko'p. Şu anda bu ihsan degan hamda buningki turlari qanday desa, ihsan degan so'zning o'zi bu yaxshilik degan gap yomonlikningki aksi, zid hamda. Bu ahsan yuhsindan ihsan chiqqan hamda bunda ihsan degan bunga şu ihsan qilinuvchiga qarta ma'lumcha bir ma'nolar berildi hamda. Buningda masalan dunyoda va oxiratda uning uchun natijasi bo'ladigan ishlar. Ihson degan gap hamda umumiy manfaat, umumiy bir foydaninki yig'indisi desak bo'ladi. Har qanday bir maxluq nisbatan bu hamda shu yaxshilik qilingan narsaninki farqli bo'lishi bilan ihsonniki vojib yoki sunnat bo'lish masalasi bu ayrildi masalan hamda. Masalan, ihson ikki turli bo'ladi. Masalan, ihson. Bu ihson qanday desa, mana Alloh subhanahu va taolo ibodat qilishda qanday desa, masalan, Jibril alayhisolamning kelib shu
Mal ihsan, mal iman, mal islam deb so'rgan vaqtda ihson degan nima desa, an ta'budalloha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mush hadisning o'zida mana Alloh subhanahu va taologa Alloh taolo senicho sen şu Allah Teala'nı ko'rib tursa, Alloh taolo oldingda bor, cho'qim zodi sen ko'rgandek darajada cho ibodat qilishing. Agar uni sig'dira olmay qolsang, fa innahu yarak. Alloh taolo seni ko'rib turdi. Alloh meni ko'rib turdi degan ideya bilan cho ibodat qilishingda. Nima bo'lib qolsang, o'ylab boqing qarindoshlar. Bizning bir holatimizni, ahvolimizni, mush bir til kameraga 24 soat oladigan ovoz va cho surat hamma narsani oladigan, uni cho mush xalq ommaga oshkorlaydi ekan deydigan bo'lib qolsa, biz qanchalik ish qilamiz? O'ylab boqinglar. Qanchalik diqqat qilib ketamiz? Masalan, mush Xitoyning bir parchalanib ketgan sunniy hamrosi, ayaga tushgan, miyaga tushgan degan gapni bu ba'zanlar uxlayolmagan ahvolimiz bor. Masalan, jang'i shunda amroqda biz hamda. Masalan, naga tushadiganlikmi aniq emas. Ko'pincha olimlar shu okeanga tushdi deb degan bo'lsa-mu, biz shu darajaga ketdik hamda. Jang'i amroq bo'lsak, Allohga yaqinlashsak bo'ladi. Jang'i amroq emas adam Allohni yiroqlashsa bo'ladi. Allohga yaqinlashgan chog'da anandan jannat qutqazg'ili bo'lmas, qutqazg'ili bo'lmaydi masalan. Şuna bu ihsan degan nima desa, ibadetdagi ihsan Alloh subhanahu va taoloni naq maydoncha oldimizda bor deb tushuncha kallamizga ashuni keltirib, sig'dirib turibcha ibodat qilish. Unda qilamisak, uni sig'diramisak, Alloh meni ko'rib turdi. Davomli nazorat ostida men 24 soat kameraning ostida men deb turib, men ish bunda qilgan chog'da bu saxtipazlik, aldamchilik, zina, fohisha, o'g'irlik chiqib shu qamlashmagan nachar ishlarning hammasini yo'qlashtirgan bo'lamiz qarindoshlar. Endi shunga bu ihsondagi Alloh subhanahu va taologa qarta ibodat qilishdagi ihson mana shu. Demak, endi Allohning haq-huquqlariga nayet astoydillik bilan muomala qilish, nayetcha samimiy bo'lish, mukammal qilish uni. Ikkinchisi esa maxluqlarningki, ya'ni bandalarningki yoki shu Allohdan g'ayri bo'lgan narsalarningki haqida ihson qilish. Masalan, qanday desam, ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onaning haq-huquqiga tajovuz qilmaslik, ota-onani hurmatlash masalan, va bil validayni ihsana degandekin, ota-onaga qarta takallashish, undan munozalashish u qat'iy xato. Ota-onaningki shu gunoh buyurmaslam uni biz hamma buyruqni ijro qilishimiz bu bek muhim. Undan qolsa ota-onaga sizlar rahmatsan, bir tuqqanlar bilan bo'lgan muomala, tulusam tuqqanlar bilan kelishamiz, unda qildi, menda qildi. Biz ishni tuqqan ishimiz Alloh rizolik uchun qildigan ish bo'lsa, tuqqanlarimiz har qancha eskilik qilsa-mu, uning qartachi ko'zimizni yumib mayli deb etishimiz bu intayin muhim. Sizlar ham degan shu üzilgandan keyin, munosabat yomonlashgandan keyin shu munosabatni ulab, shuni izlab o'zimizni qilsak sizlar ham bo'ldi. O normal bo'lganini sizlar ham demaydi-da, shu shariatdagi bu sizlar ham tushunishimiz kerak. Hani barliq muomalalarda yana maxluqqa aloqador bo'lgan narsaga qarta insof, adolatni yoqlash deydi. O'zingizning ustidagi haq-huquqlarni ado qilishingiz, adetki bedeningizning haqqı var sizde, balalarınızın haqqı var, ayolingizning haqqı var, hamma haqlarni ado qilish bu uchun ihson demoqchi endi. Endi bu benda shu ihsonga buyurilgan ekan, masalan bu insonlar tarafidan bir qonun bo'ldi, bir tuzilma bo'ldi, masalan o'limga hukm qilingan kishi bo'lib qolsa buni qanday qilamiz desa, buni umumiy desa shariat nihoyat yaxshi ko'rsatmalarni bergan. Buning uchun qisos deymiz endi. Valakum fil qisas haya ya ulil albab deb. Sizlarga qisos ilishda hayotlik bor edi. Shu qisos degan gap endi bir odamni o'ltirdi masalan. O'ltirishchi desa, uningki masalan suvga tunjuqtirib o'ltirdi, yo qonini siqib o'ltirdi, yo qurollar etib o'ltirdi, yo pichoqni tiqib o'ltirsa, shariat shu bo'yicha qisos olish uchun buyurdi. Anda qisos olgandagi ikkinchi bir odam desa, qisos oldi. Shariat buni nazorat qildi ekan, mencho qat'iy mana ishni qilmaydigan ish bo'ldi. Adamni o'ltirib qo'ysa, 7-8 yillab sulab chiqarib etib qolsa, vaqt odamning qadri bo'lmaydigan gap. Vaqtda naqshlik masalasi chiqadi. Bu nurg'un tartiblar bor, sud tartiblari. Bu akablar meni o'ltirildi, meni uni deydigan ish yo'q. Dalil fakit hammasini shunday surish qildigan gap endi. Shu anda bu yerlik masala biz shu holatda shu insonni qanday ijro qilish masalasida, shu Qur'on, hadis bizningki qonun prinsiplarimizni asos qilish bu intayin muhim demoqchiman. Şu hammışqa biz özümüzün hissiyatı yoki özümüzningki xohishi bo'yicha muomala qilsak bo'lmaydi endi. Bunga nihoyatda diqqat qilishimiz intayin muhim demoqchi. Endi ba'zilar shu bu innalloha katabal ihsan ala kulli shay deganda alancho pimanist kelgan masalan vattaba'u ma tatlu shayatin ala mulk Sulaymon deganda pi mulk Sulaymon deb tafsir qilgan olimlar demak ular Sulaymon alayhissalatu vassalamningki shu davrda endi
şeytanlar o'qib bergan narsaga ergashdi degan bo'ldi. Bunda olib qolsa desa, o'shada demak Alloh taolo ihson har qanday narsada, har qanday narsa haqida, har qanday narsa uchun demak bu nima qilish, yaxshilik qilsin, yaxshilik qilindi degan bo'ldi. Ila ma'nosi bilan bo'lsinmi? Shu hamda. Şu an biz ihsonningki universalligi, hamma o'z ichiga oladiganligini o'ylashga vaqtda biz har qanday ishga diqqat qilishimiz uchun intayin muhim. Hattoki hayvonotlar masalan, mush hayvonotlarga hayvonotlarni qo'g'dash qonuni, hozir masalan hayvonlarni qo'g'dash jamiyati var ya, bu 1400 yil ilgari payg'ambarimiz buni allaqachon yo'l qo'yib qo'ygan. Allaqachon amalga oshirib qo'ygan. Buni nurg'un tashkilot, nurg'un kishilar yig'ilib qilgan ishni payg'ambarimiz bir og'iz so'z bilan ifodalab, hamma sahobalar buncha hayotiga tatbiq qilgan. Bizmi shu. Shunga biz hamda bazı ayrım kanun prensipler bilen bunu biz hem de ma'lum şaroit tüpelini redlep kılanmasak mı bütün kanun var. Hatta ki şu mesela hacetxana kirip qanday terasini duruştun tatip devlet kuruşçilik, devletten qanday kuruştun tatip qanday baş kuruşçilik çok asas prensip var. Bazı meselelerde şeriat yakınmağını siz aklınızga tayini tefekkür kılıp oylanış arkalık çoğu yüzünüz çoğu doğru yol tepmen demekçi. Bazı meseleler çoğu hem de bendilerninki üzümcü mesela maslahati, üzümcü ma'lum özara kengashga qoldirilgan ishlar bor. Shuni bunday to'g'ri tushunishimiz lozim qarindoshlar. Demak endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo hamma narsa shu ihsonni yo'lga qo'ydi, ihsonni farz qildi, belgildi deganligini endi bir insonninki endi bir inson bilan bo'lgan aloqasiniki bu muhimlikni hammamiz bilamiz. Demak aloqadami ihson bulush. Masalan bu ihsonni amalga oshirishda masalan o'zinki o'zi, oilasi, yaqin tuqqanlari, jamiyat, bütün insoniyat, hatto payg'ambar, ulamolar, malaikalardan tortib hammasiga ihson qilish, ihsonni ularga to'g'ri tatbiqlash bu intayin muhim. Masalan o'ziga ihson qilish qanday desa, o'zini bu Allohning yo'lidagi itoatlarga mecburlaş, Allah çekilge işlerden çok yirak duruş. Bu mu en çok ihsan. Yani insan özüne mecburlamasa, insanın tabiiyeti, insanın köngülü bazı işlerini kılışını çok halamaydı. Şu an insan mecburlaş arkalık özünü çok aşınanga iştiriş, onun kızıktırış arkalık şunu kılış lazım hem de. Naçar eski işlerini çok kılmasılık, mesela çok günah masiyetlerini kılmasılık, başkalarına zulüm kılmasılık. Zulüm degen ne mi desem de bir narsani o'zining o'rnida qo'ymay boshqalarga qo'yib qo'yish degan bo'ladi. Bu zulm hamda. Bu zulm hamda bu keng doiralik bir izohlasak izohlab bo'lgan narsa. Demak bir millat zulm qilsa, ayol zulm qilsa, ayol erkak zulm qilsa, bütün zulmninki hammasi o'sha har bir sohaga ayrim bu tatbiq qilingan bir narsa. Shunga bizning kallamizda bir narsani yeb olsam, yo bir narsani usam yoki bir ishni qilsam zulm bo'ldi, qolgan zulm bo'lmaydi deb o'ylasa qolmaydi. Endi shunga har bir kishi o'zining o'rnidan foydalanib boshqalarga zulm qilishning o'zimi bu cho'ng zulm endi. Shunga ham oila tavobat tuqqanlarga, xizmatchilarga ihson qilish degan nima desa, ularga illiq muomala qilish, o'tput, sanpan demay, yaxshi axloq bilan muomala qilish, ularni shariat ko'rsatib bergan ma'ruf yaxshiliklarga buyurish, yomonlikdan tusish, asnal nimkorimda demaslik degan bo'ldim. Şu emr ma'ruf nahiy munkar degan bu islomning jini hayoti. Emr ma'ruf nahiy munkar qilmasak, millatchi yo'qoladi, vayron bo'ladi, e'tiqodimizcha bizning har xil mush ideologiya bilan o'rlashib ketadigan ish chiqadi. Shuni saplashtiradigan birdan bir eng chong bir nima? Qural nima desak, emr ma'ruf nahiy munkar qilish. Demak ularga masalan tuqqanliga, xizmatchiligiga, oila tarbiyatiga ular muhtoj bo'lgan narsani o'rgatish, bilim elish, bilim berish, ularni o'qitish masalan ulan taxtı bulmayğan nəsələr burmasıq, məsələn, xizmətçilərimiz olub qalsa. Ulanca zaya qıvətməslik, məsələn, oxutmay, onun bilim ağızmay, mən degen dada, mən degen ya mən degen xotun mən qanda qılsam qılım deydiğandik, mən daşanı qılmasıq degen buldu. Yəni, başqa kişilər qılğan ihsan desə, ularga saxtipazlik qılmasıq. İnsanlara nisbətən saxtipazlik, aldamçılıq qılmasıq. Mən qılıb aldım, etib aldım deb degen bilan axirətdə bunun soruq var. Yoki yeni bir yerdən tatib qaldığan iş var. Demək, bəlkə ularga nasihat qilish, samimiy bo'lish, ularga yaxshi aralashish, ularning azob kulpatros bardosh qilish, ani qildi, mani qildi, deb matematik hisoblarni qilmaslik degan bo'ldi. Ularni hurmatlash, ularning dunyo va oxirat ishlarini o'rgatib qo'yish, yaxshilik yetaklash bu musulmonchilik degan ajoyib bir zo'r bir baxt narsa. Qandaq ya bu islomning
musulmonchilikning taqshiri desa, musulmonchilikni islomni yaxshi ko'rmaydigan kishilar faqat o'zining havoyabisi, nafsi xohishida mangmaganligi, xohlagancha zina qilmaganligi, xohlagancha buzuqchilik qilmaganligi uchun bo'lmagan. Masalan, misolga olaylik, ayollar ozotligi, ayollar erkinligi dedi. Siz ayollar azotligini demoqchimi? Yoki ayollarga erishish yo'lidagi, shu qizlarga erishish yo'lidagi erkinlik, azotlikni shu yo'lni rivojlantirmoqchimi desa, toza tekshirib chiqsak, yo'lni rivojlantirmoqchi. Hammani umumning mulkiga aylantirmoqchi. Bu bir xato ish. Ayollarning erkinlik, azotligi uning huquqiy, qonuniy o'qitish, uning uchun g'ururi bo'ladi. O'yliqi yaloqdagi yavoy o'tchepdak hamma hayvon kelib yesi bo'lgan narsaga aylanib qolsa bo'lmaydi. Mana vaqtda islom bunun bir bo'lgan huquq bu. Buni tushunishimiz lozim. Ana ikkinchi desak, masalan, munkar ish bo'lib qolsa inkor qilish. Bunaqa men inovatim chiqib ketamdiki yoki menda men bir gapga qalamtimanki deb buni o'ltirmasdan munkarga inkor qilish kerak. Masalan, munkarga inkor qilishmi bak muhim. Munkar degan ekan shariat prinsip munkar degan munkar. Shariat prinsip munkar demagani munkar emas masalan. Ularga endi tuzilish kuchi hidoyat qilish, hidoyat talab qilish, ularni yaxshilikqa boshlash, ularningki masalan xatokatga yo'lib qolsa tuzitib, ularni to'g'ri ko'rsatib qo'yish. Buni shu ijtimoiy jamiyat kishilar bilan aralashishimizga bir ihson hamdi. Ulamolarga ihson qilish desa, ulamolarga ihson qilish, ularni izzatlash. Ulamolarniki olim, ulamolarga hattoki sudagi beliqdan tortib kechirim talab qil degandan keyin hamda olim ulamo olmay, mayli ulamolarniki ziyoli ulamo bo'lsin, mayli diniy ulamo bo'lsin. Endi biz shu ulamolarni ishga bilib o'tib qoldik. Asli ulamo degan gap burundan tortib biz ziyolisimi, ulamosim shu ziyoli ayni holatda mangan. Endi shu mustamlikninki mas'uli bu. Menda bilib soldik. Bu shu bo'yicha endi biz qabul qilmasak bo'lmaydi. Shunga olim ulamoni, diniy olimlar ulamolarga nima qilish, ihson qilish, ularni hurmatlash, ularga degan so'zlarni to'g'ri bo'lib qolsa qabul qilish, xato bo'lib qolsa yoki xato bo'lib qolsa ko'z tutib qo'yish, ularning ayb nuqsonlar bo'lib qolsa uni aytib, buning uchun ayb nuqsonlarni to'g'rilig'i chiqarib qilmaslik. Demak, cho'ng gap ulamolarning bu nuqul qo'g'dan degan gap emas. Olim ulamo degan gap shariatga vakolatdan tug'an degan gap. Shariatga vakolatdan tug'an odamni endi shu bir millatni yo'qotay desak, bir faylosofning yozib qo'ygan narsasini ko'rib menga ta'sir qildi. Shuningki o'qituvchilari muallimlarga bo'lgan, ya'ni muallim ustozlarga bo'lgan hurmatni yo'q qilsang, anadan keyin desa, olim ulamolarga yo'lboshchilarini sesitib, ularni e'tiborsizlashtirsang, anadan keyin ayollarni desa, qiz ayollarni ana haq huquq deblam ko'chaga chiqarib, ularni erga itoat qilmaydigan oilani buzsang, bir millatni buzishga yetarlik degan bir nimasi bor ekan. Shunga qarindoshlar endi olim ulamolarga bo'lgan hurmatimiz qanchaki bo'lsa, bu bir ibodat. Buni to'g'ri tushuninglar. Xato bo'lib qolsa yananki desak bo'ladi. Ular endi ba'zi sukut qildi, ba'zi ishlar nimishqa, ba'zi ishlarning oqibati boshqa chiqishi mumkin. Endi zamon, makon, uni maska emaslik mumkin yoki vaqt isbotladi ba'zi ishlarni. Shunga ulamolarga agar taklif bo'lsa, chiroyliqcha ayrim desak, ular anglaydi inshaalloh. Hamda payg'ambarlarga desa, payg'ambarlarga ihson qilish, demak ularga ishonish, ularga payg'ambar ular olib kelgan barliq shu oyat hadislarga imo etish, ularga itoat qilish orqali bo'ladi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning butun insonlar uchun tanlangan bir yaxshi kishilar ekanligini biz buni imo etish degan bo'ldi. Ana shu malaikalarga ihson qilish degan bo'lsa, ularga ishonish, ularning uchun Alloh buyurgan buyruq qat'iy asili qilmaydigan, ularning hissiyat yoki menda bir nafsi havoy havasga beriladigan bir xarakterning yo'qligini bilish, bularningki hurmatli banda ekanligini bilish intayin muhim. Shunga bu endi yana birisi bo'lsa, hayvonlarga qilgan inson nima desa, ularni och qo'ymaslik. Hayvonlarga usiz qo'ymaslik, ularni umaslik, masalan, bakadimga unsiz holatda. Unda ko'tarilmaydigan narsani atmaslik. U baka tug'a vaqtda hayvonlarga shariat shunda bo'ladiki, jim turgan hayvonga ehtiyoj bo'lmay qolsa minmaslik. Minib bunda atqa, eshakka paranglashib ketadigan odamlar bunda qilmaslik degan bo'ldi. Yoki tushib turib paranglashish. Demak, islom mushu darajada hayvonotlar huquqini qo'g'didi degan bo'ldi. Endi osmon zaminlarga bo'lgan ihson desa, bu ihson u ishqisning yaratilish haqida tafakkur qilish, o'ylanish, qayta buni tadqiq qilish, uni o'zinki ilmni teximcha yuksaltish, bu osmon zaminninki masalan koinotninki tabiat hodislarini
tushunishga bel bog'lash degan bo'ldimdi. O'simliklar, masalan, daraxtlarga bo'lgan ehson desa, uni nihoyat yaxshi parvarish qilish, baqadan-baqa sundirib, uni ko'ydirib, unda qivatmaslik, uni masalan vayron qilmaslik, ko'kartish, yeshillashtirish, bu islomning ehsoni bu. Ana shunga bizningki dushmanimiz bo'lgan kafir bu jonliqimiz zulm, jonsizligimiz zulm, tabiatimiz hammasiga zulm bu. Biz buni hamda amaliy beshimizni tajriba qilib o'tkazdik ya buni bilamiz. Shunga buni diqqat qilishimiz intayin. Endi hamma narsaga ihson qiling debdi deb, endi asharatli va ziyondash. Buni desa, buni payg'ambar alayhisalom masalan 5 tane buzg'unchi va bu mayli ihromli holatda bo'lsin, mayli boshqa holatda bo'lsin o'ltirildi degan. Birinchisi desa chashqon. Chashqondan shunga tapqayada o'ltirish kerak bu buzg'unchi. Ikkinchisi chayon, masalan odam chaqidi. Uni masalan qog'ayo, sa degan narsalar, yana birisi g'aljir ishit masalan, odam ishlaydigan, bunda bo'lib qolsa buni o'ltirib o'tish. Payg'ambar alayhisalom buni o'ltirishga buyurgan. Bu uchun ihson demoqchimdi. Shunga ba'zi masalalarga biz aytdi, diqqat qilishimiz intayin muhim. Hamda sizlar o'ltirib qolsangiz o'ltirish uchun go'zal ravishda qilgan o'ltirish shaklini degandan endi nima chiqadi desa, bir narsani o'ltirsak, o'ltirishni desa, nihoyat pichoqni ishtirish kerak. Mesela bir adamni ölüm cezası icra qilgan bo'lib qolsak, yoki bo'lgan oldimizda tajovuz kafir kelib qolsa, uni zimmamizga tajovuz qilibdi, u bizni o'ltiribdi, bizni sulabdi, bizni aytibdi, bunday qilib qolsa, xristian degan o'xshash, o'ng tasdikingizga birini solsa, o'ng inkingizga tasdiklan birini solsa, sol inkingizni tutib turing deydigan prinsip yo'q islomda. Islomda nima desa, fa iza laqitumul ladin kafaru fazar bir riqob dedi. Aslında tajovuz kafirlar, hadidni aşqallar, ya islomga kirmagan, ya islomni bir da'vat qilish, tashviqot qilishga yo'l qo'ymagan, e'tiqod erkinligi, kishilik turmush, masalan, uningki sayohat erkinligi, yo'tkazish erkinligi, nurg'un erkinligi daxl tarz qilgan mendaq. Oxiri desa tajovuz qilib, o'zininki bir havo havasi o'zining xohishini deblam, boshqa millatni o'ltirgan yoki o'ltirishga shunday qonun chiqargan shundoq kafirlar bo'lib qolsa, fazar bir riqob, gadanga sanglan degan bo'ldi. Shunga shariatda hammaga qo'l bog'lab turing degan gap yo'q. Biz ham bunday tushunib olsak bo'lmaydi dinni. Xo'sh, shunda bo'lsa, biz desa, masalan, payg'ambar alayhisolamningki hattoki o'lim jazosi bergandimi, o'lim jazosi qilib desa, nihoyat tezlikda ijro qilish, o'qni dal joyiga tekkizish, qisas olganda shunday bo'lish, uni qiynamaslik degan bo'ldi endi. Shunga payg'ambar alayhisolam bir armiyaga yoki bir shu kichik batalyon nimaga guruhga bir amir saylamoqchi bo'lsa, uni payg'ambar alayhisolam Allohdan qo'rqish to'g'riliq taqvolikqa uncha tavsiya qildi. Ular bilan birga bo'lgan musulmonligim taqvolik bilan tavsiya qildi. Allohdan qo'rqinglar dedi. Bizlar kofirlar bizning farqimiz faqat taqvolikda. Agar taqvo bo'lmasanglar shunga o'xshab qolasizlar degan. Umar radhiyallohu anhu shunday degan. Ham payg'ambarimiz buncha desa, Allohning nomi bilan o'g'zu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah dedi. Allohning nomi bilan Alloh yo'lida urush qilinglar. Alloh yo'lida urush qilinglar. Alloh yo'lida bo'lmagan har qanday urush bu qabul qilinmaydi. O xato. Alloh yo'lida bo'lish kerak. Askartib qo'yli, Allohning qonuni ijro qilingan, Allohning dinini qabul qilgan, uning urf-odati, milliy madaniyati hamma sohaga singib ketgan bir millatning shu yurtni qutqizishning o'zimi, shu islom yurtini qutqizishning o'zimi shu Alloh yo'lida qilgan urush. Buni Ibn Usaymin rahimahulloh o'zining Riyaz Solihinning sharhida buni aniq o'tirib qo'ygan. Men bilib qarindoshlar. Bizning islom diyorini qutqizish uchun qilgan urush, Alloh yo'lida qilgan urush. Shunga biz ma'masliga biz tar doiraga kirib olsak bo'lmaydi. Allah yo'lida qilish urushni. Niyatimiz shunday bo'lsa bo'ladi. Ana undan keyin desa, Allohga inkor qilgan, tajovuz qilgan, hadidni oshgan, endi tajovuz kafirlarga qarshi urush qilinglar. Sizlar wala tag'ullu degan desa, olgan g'animatlarga xiyonat qilmanglar dedi. Wala taqdiru dedi. Undan keyin desa, ahdangni buzmanglar. Va'dangni bo'lsa, ahdangni buzsanglar bo'lmaydi dedi. Masalan, bu qandaysa Muaviyning davrida bir masala deylik, musulmonlarning ahdiga vafo qildiganlik to'g'riliq gapni qilib, rimliqlar bir to'xtam tuzgan ekan, bu to'xtam tuzish bitishga 1-2 kun qoldi ekanda, 2 kun qolgandan keyin shu to'xtamni tuzishlam hujum qilma deb Muaviy askarlarni yig'ib shu chegaraga ashuni yiqilishgandan keyin bir sahoba deydi ekan. Payg'ambar alayhisalom buni cheklagan degandan keyin qanday desa, sen shular uqtirib olib undan keyin qilishing kerak. Uqtirmay bunday kelganing o'zi xato bu. Sen to'xtamga xiloflik qilgan bo'lsa, degandan keyin ayat tutadigan tursa buningki to'xtamningki vaqti bitgandan keyin hujum qilsa qilmam degandan keyin bitgandan keyin avval tayyorlik qilsalar hujum qilishning o'zi bir namartlik degan ekan. O'ylab baqqan. Islom qonuni prinsipi mana shunday.
Biz va'damizni turamiz, va'damizga amal qilamiz. Islom shuni buyurdi bizni qarindoshlar. Vala tumassilu dedi. Uning quloq burunlarini kesib, put qo'llarini kesib, buni jazolamang degan bo'ldi. Bunda jazolar kofirlar bak qiladi bunday ishlarni. Vala taqtul validan. Jang maydonida balog'at ketmagan kichik balla o'qas o'ltimanglar, ayol kishini o'ltimanglar, rohiblarni o'ltimanglar, chirkovlarga chaqilmanglar degan nurg'ulg'an buyruqlar bor. Qarindoshlarimiz. Endi shuna mushni islomninki ibodat qismini tushunganlar islomning jihodiy qismini tushunish kerak. Islomni betaraflab tushunib olsak, biz uningdan keyin ezib ketib qolamiz. Yoki bo'lmaganda oshqun holatdagi fikr tushunib olsak bo'lmaydi. Yoki bak tushkun holatdagi, fasiq holatdagi, masalan, men musulmon bo'ldim. Endi hech qanday bir menga daxl qilmaydi. Bu qalbim siznikidan yaxshi. Anda qilgan, mana qilgan deb o'tirib yaram-yalang'och yurish yoki islomni ko'zga ilmagandek muomala qilish, beretlamchi islomga haqorat qilib, iymondan chiqadigan ishni qilsak, qarindoshlarimiz, bu bak xatarli ish bu. Bunga diqqat qiling. Bu din o'zimizning havo havasi, xohish bo'yicha bo'lgan narsa emas. Manda tushunsak bo'lmaydi buni. Shunga biz endi ba'zi masalalarda nima qilamiz desa, fa'tadu alayhi bimisli ma tadalikum. Biz qanday tajovuz qilamiz, biz shunga javob qaytarishga huquqliq. Shunga fa'aqibu misli ma uqibtum. Ulug'cho sizlarga qanday nima qilgan bo'lsa, jazo qo'llangan bo'lsa, sizlarga jazo qo'llansanglar bo'l degan nimalar bor? Hadislar bor, boshqa oyatlar bor qarindoshlar. Shunda biz o'lim jazosi ijro qildigan ish bo'lib qolsa-mu, nima desa, bunga shunday o'xshash holatda bir qonun tuzum prinsiplarni tuzishimiz muhim. Masalan, payg'ambarimiz Madinada bir qizchaq shunday zibuznatlar bilan nima qilgan? Zibuznatlar bilan shuni taqab sirtga chiqqanda, ayrim xoliyaga berib qolgan ekan. Bu qizni Yahudi, birdan Yahudi ikki toshning orasiga qo'yib kallasini urib, mejib o'ldirib o'tgan. Shu ayni vaqtda bo'lgan ish bu. Sahobalar payg'ambarimizning davrida. Anadagi payg'ambar alayhisalom qashqa qizvalni ko'tarib olib kelgandan keyin qizvalning azroq tiniq botdi vaqtda payg'ambarimiz qizval dediki, "Palansini o'ldirdimmi?" dedi. O qizvalda beshini ko'tarib, "O yo'q" dedi. Anadagi uni qaytildi. "Palansini o'ldirdim" deb ayna deb kelib, 3-chi kelgan chaqda payg'ambar alayhisalom desa, degan vaqtda nima dedi desa, "Ha" deb bilan 5-ni sal past qilib, "Ha, shu o'ldirdi" deb Yahudininki nimasini ism degandan keyin ha degandan keyin uni chaqirib kelgandan keyin e'tirof qildi Yahudi o'ldirganligini. Shundan uni payg'ambarimiz shu qizni qanday o'ldirgan bo'lsa, shu bo'yicha uni o'ldirgan demoqchimdi. Shundan biz ba'zi masala aqlga tayanib turib, "Mana qilsak bu vahshiylik bo'ldi, anda mana" degan bilan ijtimoiy jamiyatni muqimlikni saqlab qolgan olmaydigan ahvol kelib chiqadi. Shunga fa'ahsinul qitlata, bu qitlat o'ldirish shaklini go'zal qiling degan bo'ldi. Buni unda desa, go'zal qiling degan bo'lsa, qanday o'ldirgan bo'lsa, shuni o'ltiring, oshirib aytman demoqchi. Shuni o'ldirish kerak. Men bu adolat, men bu insof. Shunga hayvonlarga mucho desa biz nima qilamiz? Masalan, ihson qilamiz. Qanday so'rab, ekilib, un pichoqni oldida bilab, chaqlab, ko'z tiqmaymiz. Boshqa hayvonlarga masalan ko'z tib, uni o'ltirmaymiz. Ayrim holatda o'ltirib, issiq holatda uni nima qilib, suyib qildigan gap hamdi. Shunga bu shariatninki, keng qusoqligi shariatning ihson haqidagi belgilamasi bizni ajoyib zo'r bir nimaga, go'zallikka yetaklaydi qarindoshlar. Shunga biz har qanday vaqtda ihsonni o'zimizdan yiroqlashtirmasak bo'ladi. Mayli o ihson o'zimizga bo'lsin, oilamizga bo'lsin, ota-onamizga bo'lsin, mayli ayollarga bo'lsin, mayli ijtimoiy jamiyatga bo'lsin, mayli olim ulamolarga bo'lsin, mayli rahbarlik bo'lsin, mayli kimga bo'lsin, ihsondan ayrilib qolsak biz anadagi ihsonning qarshisiga o'tib qolamiz. Shu o'zimizni tekshirlar, bu 4 kunlik dunyo, shuni qancha yashaymiz, uqmaymiz, o'lim tuyuqsiz keladigan narsa. Men ulug' oy, ulug' kunlarda turyapmiz, mana shu Ramazonningki, men faqatlam shu 1 kun qoldi. Allah subhanahu va taolo shu Ramazonni qilgan amal ibodatlarimizni hammalarini qabul qilsin. Alloh taolo bizni shu Shebi Qadrga uçuşkan kişilerin qatarını qilsin. Allah subhanahu va taolo o'z rozi bo'lgan amallarga bizni muvaffaq qilsin. Bütün dünya Müslümanlarını, xususen bizimki Uyg'ur Müslümanlarını o yo'ldoshda ittifoqlashtirsin. Qarindoshlarimiz Alloh taolo fat fursatda ota-onasi bilan, tuqqanlar bilan ko'rishishga Alloh nasib qilsin. Vatanimizni haqiqiy islomiy holatda bir mustaqil qilg'ili Alloh nasib qilsin. Bugungi da'vatimiz tashviqotimiz mushagish bo'lsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.